Assalomu alaykum hammaga. Bu videomizda sizlar bilan Python tilini o'rganishda ishlatiladigan kitob haqida gaplashamiz. Bu kitobning nomi Python Crash Course hisoblanadi. Muallifi Erik Matiyas. Bu kitob dunyo bo'ylab juda mashhur hisoblanadi. Sababi kitob juda sodda va amaliy misollar bilan yozilganligi uchun. Xo'p, nimaga bu aynan kitob tavsiya qilishimning sababi, o'zingizga qulay va moslashtirilgan holatda o'qishingiz mumkin. Agar qiziqishlaringiz veb dizayning yoki ma'lumotlar bo'yicha ishlash bo'lsa, o'sha joylarni o'qib va mini loyihalar bilan ishlashingiz mumkin. Xo'p, keling bugungi darsimizni ham davom etamiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan Pythonda list tushunchasini o'rganamiz. List deganda umuman tarjimasi ro'yxat deyiladi. Va uni Pythonda nazariy tushunchasi bu bir nechta qiymatlarni bitta o'zgaruvchiga saqlashga aytiladi. Keling buni to'liqroq tushunish uchun misol bilan ko'rib chiqamiz. Mevalar deganda mana bu o'zgaruvchiga biz qiymatlar berib chiqamiz. Olma, banan va apelsin. Sonlarga esa ketma-ketdagi raqamlar. Bular hammasi list hisoblanadi. Xo'p, bu listdagi elementlar degan tushuncha bor. Bularni murojaat qilishimiz mumkin. Misol uchun banan elementiga murojaat qilishimiz kerak. Bunda muhim jihat indeks degan tushunchani bilishimiz kerak. Indeks odatda nima? O'sha ketma-ketligi degan tushuncha. Yana bitta muhim jihat dasturlash tilida sanash 0 dan boshlanadi. Insonlardan farqli o'laroq. Xo'p, o'shanga ham e'tiborliroq bo'lasizlar. Xo'p, keyingisi esa teskari sana ham bor bu yerda. -1 dan boshlanadi. Keling buni amaliy misol bilan ham ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda bironta elementga murojaat qilishda biz indeks beramiz. To'rtburchak qavs ichida 0 yozishimiz kerak. Mana bu mevalar tarafga. Bu yerda bizga olma degan qiymatni chaqiradi. Agar -1 da qo'ysak apelsin, yuritsak mana xuddi o'shanday bo'ldi javob. Agar bizga banan qiymati kerak bo'lsa, albatta 1 ni qo'yamiz va banan bizga degan javob chiqadi. Xo'p, listga yana qo'shish metodlari bor. Bunda biz append degan metoddan foydalanamiz. Bu metodda misol uchun yangi qiymat qo'shishimiz mumkin. Uzum degan qiymatni qo'shamiz, yuritsak va keling endi listni chiqarsak, olma, banan, apelsin va uzum degan qiymatlar paydo bo'ldi. Uzum yangi qiymat. Xuddi teskarisi ham bor. O'chirish metodi. Bunda misol uchun banan qiymatini o'chirsak bo'ladi. Va bunda print qilsak, olma, apelsin, uzum qiymatlari qoldi. Mana shular bugungi videomizda. Keyingi videolarda ko'rishguncha.